Guli? Guli, qanisan? Uyimni yaxshi ko'raman. Lekin mana bu gulni Guli yaxshi ko'rarmikin, a? Guli? Qanisan Guli deyapman. Guli. Odil aka. Guli. Surpriz. Men keldim, Guli. Guli. Ovozimni eshitmading, to'g'rimi? Men kelganimni mana bu qalbingdan his qilib chiqding. To'g'rimi? To'g'rimi deyapman. Sekinroq gapiring, bolalar eshitmasin. Sizni bu ahvolda ko'rishni istamayman. Ahvolimga nima qilibdi? Qara. Qo'limda gul bilan seni qarshingda turibman. O'zi senga umuman gul sovg'a qilmagan ekanman. Chunki o'zing guliysan-da. Nimaga keldingiz? Menmi? To'g'ri. Nimaga keldim? Adashmasam, bu meni ham uyim-ku. Yoki kirgizmaysanmi? Guli? Nima? Shuncha ishni qilib kirishga haqqim bor deb o'ylaysizmi? Bilmadim. Haqqim yo'qdir. Lekin sen oliyjanob ayolsan-ku. Meni ko'chaga tashlab qo'yarmiding? Boring, xotinchangiz oldiga. Kimni oldiga? Sevaranimi? Sekin. U ham meni haydadi. Ko'chada qoldim. Mana bu gulni olsang-chi, ol. Oyimchizga olgan gulingizni menga olib kelyapsizmi? Yo'q. Faqat sen uchun gul oldim. Ol. Ola qolgin endi. Guli. Gulni gulga berib bo'lmaydi deyishadi. Lekin ola qolgin. Iltimos, ol. Ana. Yuring. Bola bu ahvolda ko'rmasin. Xo'p. Yuring. Xo'p, uygami? Xo'p. O'zingizni qo'lga oling. Xo'p.